Siz IELTS writing ballingizni 6,5 dan 8 ballga ko'tarmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart, chunki shaxsan o'zim IELTS writingdan 8 ball olishimga yordam bergan eng zo'r 5 ta texnikani ushbu videoda o'rgataman. Ketdik. Undan oldin YouTube va Instagramda shaxsiy sahifalarimga obuna bo'lib qo'yish unutmang. Instagramda ham har kuni qiziq reels joylab boraman. Ana endi boshladik. IELTS writing uchun eng muhim birinchi narsa bu precision and clarity. Ya'ni writingda fikrlaringizni aniq va tushunarli qilib ifodalab bera olishingiz shart. Ko'pchilik o'ylaydi, 8 ball uchun perfect grammar, perfect vocabulary ishlatishim kerak, ideyalarim ham qanaqadir extraordinary bo'lishi kerak deb o'ylashadi-da. Yo'q. Shaxsan men o'zim writingimni 7 dan 8 ga ko'targan narsa bu iloji boricha fikrlarni oson va sodda qilib yetkazib bera olish. 9 ta inshoni o'qisangiz, bittada yozuvchi nima demoqchi ekanligini tushunib olasiz. Qanaqadir fikrlar bir-biriga bog'langan, zanjir qilib, misollar bilan yaxshi tushuntirilgan bo'ladi-da. 6,5 yoki 7 ball insholarni ham o'qisangiz, fikrlar ayqash-uyqash, bir-biriga yaxshi bog'lanmagan, qanaqadir uzul, kesil va ularni tushunish, follow qilish qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham writingdan 8, 7,5 ball olmoqchimisiz? Eng avvalo o'qiyotganda u tushunarli bo'lishiga ahamiyat bering. O'zingiz o'qib ko'ring, boshqalarga o'qitirib ko'ring. Tushunarli bo'lyaptimi? Nima g'oya ifodalamoqchi bo'lganligim yetib boryaptimi deb savol so'rashingiz kerak. Paragraf ichidagi har bitta gap keyin gapga zanjirdek ulanib ketishi kerak. Birinchi gapni davomi ikkinchi gapda bo'ladi, uni mantiqan davomi uchinchi gapda bo'ladi. Bir-birini xuddi zanjir kabi to'ldirib bog'lab borsa, ana o'shanda sizning writingingizda precision va clarity bo'ladi va bu yuqori ball olishingizga juda ham katta yordam beradi. Ikkinchi muhim omil vocabulary. To'g'ri, so'z yodlash kerak, so'z bilish kerak, lekin so'zlarni ko'r-ko'rona emas, uni aniq ma'nosini tushunib, anglagan holda ishlashingiz kerak. Hech qachon IELTS writingda qaysidir so'z qulog'ingizga chiroyli eshitilganligi uchun yoki shunchaki sinonim bo'lganligi uchun ishlatmasligingiz kerak. Har bitta so'zni purposefully, aniq maqsad bilan nima ma'noda ekanligini 100% to'liq tushunishingiz kerak. Mana bitta misol beray. Misol uchun spread so'zini o'rniga proliferation so'zidan foydalanmoqchisiz. Proliferation bu tarqalish degani, lekin spreaddan farqi bor. Proliferation bu a rapid increase in something degani. Ya'ni nimadirni tezkor tarqalib ketish. Agar siz gapirayotgan narsa tez, katta miqyosda tarqalib ketmagan bo'lsa, proliferation so'zini ishlata olmaysiz. Yoki yuzga sinonim qilib depletni ishlatmoqchisiz, lekin bu ikki xil so'z. Deplete bu biror nimani oxirigacha tag tomiri bilan ishlatib yuborish, yo'q qilib yuborish degani salbiy so'z. Salbiy gap gapirmayotgan bo'lsangiz, depletni ishlatishingiz mos kelmaydi. Sinonim degani bu bir-birini o'rniga bemalol ishlatsa bo'ladi degani emas, hattoki sinonimlar ham bir-biridan keskin farq qilishi mumkin. Uchinchi muhim omil bu grammar. Mani darajam grammatikadan advanced, ancha yil grammatika o'qitganman, o'zim ham o'qiganman, lekin men insho yozganimdan keyin o'qib ko'rsam, menda ham hattoki juda oddiy xatolar qilingan bo'ladi. Qayerdadir an article qolib ketadi, qayerdadir spelling hatto ko'p bo'ladi, qilib yuboraman. Nima uchun? Writing yozayotganda miyamiz g'oya topish va uni ifodalab berish bilan actively busy bo'ladi va grammarni eslashga joy qolmaydi, u secondary levelga tushib qoladi. Natijada grammatikani zo'r bilayotgan o'quvchi ham oddiy, misol uchun to be tushib qoladi yoki spelling xatolarni ko'p qiladi. Bu narsalar esa biza precision, clarity, vocabularyni zo'r qilgan bo'lsak ham ballimizni shunday yarim ball, 1 ball pastga tushirib yuboradi. Shuning uchun maslahatim writing yozib bo'lgandan keyin albatta uni tekshirishingiz kerak. ChatGPT ga tekshirtirasiz, o'zingiz birdan yo'qsiz xatolar ko'zingizga ko'rinmaydi, chunki miyangiz hali ham busy mode'da bo'ladi. Oradan yarim soat, 1 soat o'tib miyangiz dam olgandan keyin qayta o'qing. Shunday sizga oddiy xatolar ko'rinadi va hayron qolasiz. Men shunaqa xatolar qildimmi deysiz. Keyingi eng muhim narsa bu eng so'nggi aktual trenddagi mavzularga tayyorgarlik ko'rish kerak. IELTS writing savollari doimo yangilanadi va hozir urfda bo'lgan, ko'p muhokama qilinayotgan savollar bizga tashlanadi. Misol uchun, agar siz Cambridge 10-11 lardan olib
mavzu yozsangiz, insho qilsangiz, u mavzularni ko'pchilik eskirib qolgan. Masalan, university education free bo'lishi kerakmi? Male and females-ni alohida o'qitish kerakmi? Universityda homework berilishi kerakmi? Yo'qmi? Bu temalar уже out of date. Ularga tayyorgarlik ko'rganingiz bilan tushish ehtimolligi o'ta past. Uning o'rniga hozirgi kunda eng trendda bo'lgan mavzular, misol uchun AI, online working, social media kabi mavzularga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. AI hozir juda ham qizg'in muhokama qilinyapti. Robotlar, ish o'rinlariga keladimi, yo'qmi? Robotlarni ta'limda ishlatish, sun'iy intellekt odamlarga qanaqa ta'sir qiladi? Va hokazo. Trenddagi mavzulardan tashqari doimiy muhim bo'lgan temalar bor. Misol uchun education yoki development of cities. Shaxsan o'zimga ham shaharlarni rivojlanish haqida savol tushgan, ya'ni kengayishi, bu ham aktual tema. Environmental issues har doim tushadigan temalar. Mana shunaqa har doim tushadigan temalarni va eng so'nggi urfdagi temalarni topib, ularga g'oya, grammatika, lug'atlarni yig'ib qo'yishingiz shart. Eng oxirgi maslahatim bu: siz hozirgi kunda writing o'qituvchisiz ham 8 ballga ko'tara olasiz. Uning uchun ChatGPT dan to'g'ri foydalana olishingiz kerak. ChatGPT dan foydalanish bitta zo'r yo'li bor. Inshoni yozasiz. Sirazu yozgan inshoingizni ChatGPT ga tashlaysizda, can you check this IELTS writing essay according to the IELTS writing test criteria, assessment criteria, and give me sentence by sentence feedback without improving my mistakes deb prompt kiriting va ChatGPT sizga har bitta gapingizni bittama-bitta tahlil qilib beradi, xatolarni ko'rsatib beradi, lekin to'g'rilamaydi. O'zingiz birinchi har bitta gapni analiz qilib, xatolarni to'g'rilab, qayta ishlab chiqing. O'zingiz birinchi to'g'rilab chiqing writingingizni, keyin to'g'rilab yozganingizni yana qayta ChatGPT ga tashlab, ana endi xatolarimni to'g'riladim, ana endi yana bir marta tekshirib ber desangiz, u sizga tekshirib beradi. Qanchalik improve qila oldingiz yoki yo'q, shunda ko'rasiz. Ko'pchilikning xatosi o'zini kamchiliklari ustida ishlamaydi, xatolarni tahlil qilmaydi. Shunchaki ChatGPT ga tashlab, bahosini bilib oladi, ballini ko'rib oladi, bo'ldi. Shu joyda to'xtaydi. Bu joyda improvement bo'lmaydi. Bitta joyda 6,5 da qotib qolaverasiz. Tepaga chiqmoqchimisiz? Sentence by sentence feedback olib, har bitta gapni bittama-bitta tahlil qilish juda ham kerak. Qachonki tahlil qilsak, xatolarimiz ustida ishlasak, o'shanda bizda improvement bo'ladi. Meni o'zimni ham writingim 7,5 da qotib qolgandi. Erinmasdan bitta sentenslarimni ChatGPT yordamida tahlil qilib to'g'rilab chiqqandan keyin improvement bo'lgan va haqiqatan nimada xato qilayotganimni, writingda nima kamchiligim borligini yaxshiroq tushunganman. Video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa va xuddi shunaqa foydali videolarni yana ko'rmoqchi bo'lsangiz, izohlarda writing deb yozib chiqing. Men siz uchun yana writing bo'yicha foydali videolar tayyorlayman. Oxirgacha ko'rganlaringiz uchun yana bir bor rahmat. YouTube sahifamga, Instagramga obuna bo'lishni unutmang. Telegramga ham alohida link qoldiraman. Unga ham o'tgan qiziqarli postlar share qilib boraman. Hammangizga kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.